Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlar bilan kechagi ajoyib o'yinlar haqida gaplashamiz. Kecha APLda tur o'yini bo'ldi, azizlar. Liverpool o'z maydonida Manchester Unitedni qabul qildi. Liverpool 3 o'yindan beri mag'lubiyat alamini tortib kelayotgan edi va Manchester Unitedga qarshi yana mag'lubiyatga uchradi. O'z uyida Anfieldda azizlar, Liverpool yana mag'lub bo'ldi va bu mag'lubiyatli seriyasi 4 o'yinga yetdi. O'zi Liverpool shunchaki g'alaba qozonishi taxmin qilingan edi. Liverpoolda imkoniyatlar juda ko'p bo'ldi. Ayniqsa Gakpo darvoza ustuni va to'sinini nishonga oldi va Manchester United o'z imkoniyatlaridan, minimum imkoniyatlardan maksimalni foydalangan holatda o'z g'alabasini ilib ketdi va Harry Maguire bu hafta himoyachilarga atalgan tur bo'lyapti azizlar. Kecha Araujo bo'lsa, bugun Harry Maguire katta sahnaga chiqyapti. Va Isakning golsiz seriyasi yana bir o'yinga cho'zildi. Va yana bir qiziq ma'lumotni sizga yetkazamiz. Isak va Wirtz hali Anfieldda gol urmagan bo'lsa, Maguire o'z golini urib ketyapti Anfieldda. Manchester Unitedning ham omadi yurishmayotgan edi va ketma-ket ikkinchi o'yindirki g'alaba qozonyapti. Ruben Amorim ketishi taxmin qilingan edi va Fabrizio Romano ham o'zining saytida Xavining kelishini taxmin qilyapti. Amorim ketadigan bo'lsa, Xavi Manchester United bosh murabbiyi bo'lishi mumkin edi va Manchester United Liverpoolni yutganidan keyin bu holat yana uzoqroq cho'zilishi mumkin. Amorim stabilni keta olmayapti va ko'ramiz bundan buyog'ini. Barcha Yevro kuboklardan mahrum bo'lgan MU yana qanchalik o'yinlarda o'zini ko'rsata oladi, Ruben Amorim vaziyatdan qanday olib chiqib ketadi ko'ramiz va hozirchalik yaxshi desa bo'ladi. Liverpool azizlar qulashda davom etyapti. Chempionlar Ligasida Galatasaroyga qarshi mag'lubiyatdan keyin MUga qarshi yana mag'lubiyatni totib ko'rdi va Wirtz, Isak omadi yurishmayapti. Ularga qo'shilib Muhammad Salah ham unchalik o'yini chiqmay qolyapti. Agar shunday bo'laversa, Liverpool bosh murabbiyi ham iste'foga chiqarilishi mumkin. Ko'ramiz, vaziyatni kuzatamiz siz bilan birga azizlar. Va La Ligada Getafe Real Madridni o'z uyida qabul qildi va Real Madrid uchun qiyin o'yin bo'ldi azizlar. Getafe himoyaviy jamoa Realni qabul qildi va Real Madrid 1-0 hisobida g'alaba qozondi. Bu osonlikcha bo'lgani yo'q. Birinchi taymda yopiq o'yin ko'rdik. Ikkinchi taymda Vinicius Junior maydonga tushdi va Arda Güler ham Kamavinganing o'rnida paydo bo'ldi va o'shandan keyin Real o'zi qo'shdi o'yinga azizlar. Va o'shandan keyin hammasi sekin-sekin hujumlar qilishni boshladi Real Madrid
va Arda Gülerning pasi evaziga Kylian Mbappe hisobni ochdi va o'yinda janjallar sodir bo'ldi. Vinicius Juniorga qo'pollik ishlatgan o'yinchi Xetafe o'yinchisi qizil kartochka, to'g'ridan to'g'ri qizil kartochka oldi va shundan keyin janjal sodir bo'ldi va o'yindan yana 10 minut o'tar o'tmas yana Vinicius Juniorga qarshi qo'pollik ishlatgan o'yinchi yana qizil kartochka oldi va muxlislar Vinicius Juniorni hushtaklar ostida qabul qilib maydonga narsalarni uloqtirishdi. Real o'zi uchun kerakli 3 ochkoni qo'lga kiritdi. El Clasico'dan oldin va Real Madrid yana La Ligada peshqadamga aylanib oldi. O'rtadagi farq Barselona bilan 2 ochko va El Clasico'da azizlar chiroyli o'yin kutib qolamiz bu ikkala komandadan ham. Undan oldin Chempionlar Ligasida Real Madrid Juventusga qarshi o'yin kutib turibdi. Va bu o'yinni sizlar bilan birgalikda kuzatamiz. Sog' bo'linglar azizlar, salomat bo'linglar.